Mana aziz podpисчикларым. Menda dard keldi. Duo qilinglar, salomat qutulib oling. Qiynalib ketyapman. Oyman degan ekanlar. Bitta popsi bola chiqib ketadi degandilar. Men bu yog'i rosa qo'ydim. Sizlar ham mana shundan foydalaninglar, hoppa. Oyman joriy. Ravshanna, endi telefonni qo'ying. Siz tug'ishingiz kerak. Yo'q, podpисчикларым. Bu meni hayotim bular. Meni tug'ayotganimgacha ko'rish kerak ular. Tug'ishingizdan oldingi qo'yayotgan kostyumidingiz? Ha? Ovozini eshittirdim faqat. Jonim olib ketyapti. Qo'rqib ketyapman. Podpисчикларым, e'tiboringlar, yozvoringlar. Sizlarda ham shunaqa og'riq bo'lganmidi? Ey, o'zi pishib keluvdingiz. Yo, sesingizcha politsiya ochilganini ko'rishingiz kerak. Bo'ldi. Hop, doktor, hop, hozir. Qarang, nima shunaqa yerda-turtib kiyimlar berasizlar? Matlarim ochilib yotibdi. Nima foydasi bor buni? Zato sirling hammasi. Butun yurti. Hamma yog'im ochilib yotibdi. Erkak kishilik ko'rib qolsa uyalaman. Meni pishgan. Hozir podpисчикларым, hozir nechta payt ochilganini hozir ko'rib olaylik. Yotingmi? Bo'ldi, hop. Qani, Ravshanova, qancha payt ochilibdi? Telefonimni ham men oling, podpисчиклаrimga ko'rsating nechta payt ochilganini. Hozir kuttiring. Voy, Ravshanimni, namuncha turbalaringiz yog' bosib ketgan. O'zinglar aytdinglar-ku, tuqqunizcha tinmay yog' qo'ying deb. O'shanga yog' qo'ydim. Sizda qancha turba bor? Juda ko'p turbalaringiz. Voy, mendachi 4 ta turbalarim bor. 2 ta bo'lmacha, 2 ta qorinchalardan iborat. Ko'ryapsizmi? Bola qoling. Voy, bola. Boshimni oling, boshimni. Voy, boshingizni nimaga tiqib oldingiz?